İsmim Shodiyor Qotabek. 2019-yilda Toshkent davlat yuridik universitetiga kirganman. Qiyinchiligi kam. Birinchi marta men Yaponiyaga kelishim pul masalasi, ikkinchisi ovqat masalasi, uchinchisi esa bu birinchi marta o'rta sifatida gaplashganligim uchun ozgina qiyin bo'lgan. Stipendiya olingan, kechikib bo'lgan bo'lsa ham boshida qiyin bo'ladi deb o'ylayman. O'qish bilan ishlash masalasiga keladigan bo'lsak, odamlar ba'zida qiynaladi. Yo o'qish tanlash kerak, yo ish tanlash kerak deyishadi, lekin balans o'shasi bo'ladi. 50% vaqtim faqat ishga ketadi, qolgani o'qishga. Haftasiga 10 soat, 15 soat ishlayman. Hamma ham qololmaydi. Tanish bilish bo'lsa bo'ladi, tanish bo'lmasa bu kelib turib bir oycha vaqtingiz ketadi ish topgunizcha. Assalomu alaykum. Ismim Shodiyor Qotabek. 2019-yilda Toshkent davlat yuridik universitetiga kirganman. 22-yilda Yaponiyaga Kensei programmasi bo'yicha, elchixona programmasi bo'yicha 1 yil Kyoto Doshichi universitetiga borib, 2023 O'zbekistonga qaytib, u yerda bakalavr bitirib, mana magistraturaga 24-oktyabrda keldim. Ayni damda 2-kursda o'qiyman. Soham esa fuqarolik huquqi. Ayni damda qiyinchiliklar kam. Nimaga aytsangiz, bu birinchi marta men Yaponiyaga kelishim. O'shaning uchun ancha-muncha narsani bilganligim uchun oldindan o'sha qiyinchiliklar menga jonliq qiyin ko'rinmadi, lekin men birinchi marta kelganimda ancha-muncha qiyinchiliklar bo'lgan. Birinchi masala bu o'sha pul masalasi, ikkinchisi ovqat masalasi, uchinchisi esa bu o'sha chet elliklar bilan men birinchi marta gaplashgan, birinchi marta o'rtoq sifatida gaplashganligim uchun ozgina qiyin bo'lgan do'st sifatida ularni qabul qilish. Lekin o'sha programma max bo'lganligi uchun stipendiya olingan, kechikib bo'lgan bo'lsa ham o'sha 3 oy, 2 oylardan keyin ancha o'rganib ketib qolganman. O'sha sababli o'sha mana tajribam bo'lganligi uchun ikkinchi marta kelib turib, bunaqa qiyinchiliklarni ko'rmadim deb o'ylayman. Hozirgi paytda Arbaytda qilaman, 7-Eleven'da. Boshida qiyin bo'ladi deb o'ylayman, lekin o'sha aytganimdek, birinchi marta kelganimda o'sha payt ham 7da Arbaytda qo'yganligim uchun ancha-muncha o'rganib qolganman. O'sha bilgan ishimni yana bir marta kelib davom etayotganligim uchun o'sha bilgan ishimni qilyapman. Unaqa qiyin tuyulmayapti. Agar misol uchun o'qish bilan ishlash masalasiga keladigan bo'lsak, odamlar ba'zida qiynaladi. Yo o'qish tanlash kerak, yo ish tanlash kerak deyishadi, lekin balans o'shasi bo'ladi. Balans qanday o'shaladi? Qachonki siz o'sha 50% o'qishga beradigan bo'lsangiz, 50% ishga berish kerak. Bunaqada haftasiga 28 soat ishlaydigan bo'lsangiz, 10 soat, 15 soat men o'zim qilib keladigan 50% vaqtim faqat ishga ketadi, qolgani o'qishga. Haftasiga 10 soat, 15 soat ishlayman. Farqlari ko'p deb o'ylayman, lekin o'xshash taraflari ham bor. Farqlaridan gapiradigan bo'lsak, birinchi farqi bu o'sha fan tanlash tizimi. O'zbekistonda men o'sha 19-yilga kirgan bo'lsam, bizda hamma fanlar majburiy bo'lardi. Keyingi yilga o'tgandan keyin adashmasam, o'sha Yaponiyadan birinchi marta qaytib olgandan keyin 23-24-yilda sal tizim o'zgardi. O'sha fanlarni bittami ikkita fan tanlash mumkin bo'lib qoldi. Bu fan tanlash nimasi yaxshi? Chunki o'zingiz xohlagan, o'zingiz qiziqqan bo'lgan fanni tanlab o'qisangiz, bu kelajagga o'zingizga yordam beradi. Agar xohlamasdan turib o'qiydigan bo'lsangiz, u baribir ming o'qiganingizda faqat baho uchun o'qiydigan odam qoladi. Boshqa farqlar bo'ladigan bo'lsa, Yaponiya bilan O'zbekistonda, Yaponiyada qadar ham yengilroq. Misol uchun O'zbekistonda hamma orqangizdan yugurib yuradi. Yaponiyada unaqa emas-da. Yaponiyada o'zingiz borib turib, o'zingiz hal qilishingiz kerak ishingizni. Hech kim sizni ketidan yugurib yurmaydi. Misol uchun darsga borish majbursan. Unaqa narsa yo'q Yaponiyada. Yaponiyada sizga aytiladi, sizga o'sha reja tashlanadi. Mana shu kuni mana bunaqa dars bo'ladi, mana bunaqa soatda kelishing kerak edi. Bo'ldi. Xohlasangiz borasiz, xohlamasangiz bormaysiz. O'sha bormasangiz, endi rezultati aniq. O'sha aniq kredit ola olmaysiz. Yaponiyada bitirish uchun kredit olish kerak. O'sha joyda fanlarni xohlab turib, o'shalarni olaverasiz. Bu kelajakdagi maqsadga bog'liq. Birinchisi, yapon tilini kelgan yaxshi, chunki bu Yaponiya 90% narsa Yaponiyada. Informatsiya, ma'lumotlar hammasi yapon tilida, ko'chaga yursangiz oddiy muloqot yapon tilida. Hattoki magazinga borib narsa olamasangiz ham yapon tilida. Ingliz tilini yaponlar bilishadi, lekin biz o'ylaydigan darajada emas. O'shaning uchun kelajakda Yaponiyada qolish maqsad bo'ladigan bo'lsa, yapon tilini bilib turib, o'rganib turib kelgan yaxshi.
ingliz tilida kelish masalasi bor. U ingliz tilida qachon kelgan yaxshiki, kelajakda boshqa davlatga ketish, Yaponiyada qolish emas. Misol uchun, aytaylik Yaponiyaga keldingiz ingliz tilida, Yaponiyada endi o'qishingizga qarab bakalavr bo'lsa 4 yil, magistratura bo'lsa 2 yil, doktorantura bo'lsa 3 yil. O'sha payt ichida yapon tilini ozgina o'rganib turib yashasangiz bo'ladi. Oddiy anaqa o'sha ba'zi muloqotni qila olasiz. Lekin o'sha M1 darajaga yetish uchun ko'p anaqa ozgina vaqt talab qiladi. Aytaylik Yaponiyaga keldingiz, ishingizni qildingiz, o'qib oldingiz, o'sha qaytib ketasiz yoki boshqa davlatga ketmoqchisiz. Yaponiya sizni mana shu o'rtadagi bir tochkangizda. O'sha o'rtaga kelganingizdan keyin boshqa joyga ketish uchun angliyskiy bu to'g'ri deb hisoblayman. Chunki yapon tili faqatgina Yaponiyada ishlaydi, lekin ingliz tili butun dunyoda ishlaydi. O'shaning uchun o'sha kelajakdagi maqsadlarga Yaponiyaga kelishdan oldin Yaponiyani shu madaniyati, Yaponiyani o'zini qanaqa tutish kerak, manieralari Yaponiya tizimi haqida ozgina o'rganib kelgan yaxshi. Chunki O'zbekistonda bo'lgan tizim bilan Yaponiyada bo'lgan tizim farqlari bor. Oddiy misol uchun o'sha очередьga turish. Очередьga turish ham boshqacha, xunuk ko'rinadi Yaponiyada. Mana shunaqa bir oddiy narsalar bo'lishi mumkin, lekin Yaponiyaga kelgandan keyin farq seziladi. Shunga o'xshash narsalarni aniqlab kelgan yaxshi. Qanaqa qiyinchilik bo'ladigan bo'lsa, o'sha o'zim aytganimdek, pul masalasi, ovqat masalasi, bu narsaga tayyor bo'lib kelish kerak. Boshida ish topish, endi kelishingizdan oldin ish topsangiz yaxshiroq, lekin hamma ham qilolmaydi. Tanish bilish bo'lsa qilsa bo'ladi, tanish bo'lmasa bu kelib turib bir oy ichida vaqtingiz ketadi ish topgunizcha. O'shaning uchun ish masalasi haqida o'ylab ko'rish kerak. Qanaqa ish qila oladi, qanaqa ish qilgan yaxshi, legalni ish qilgan yaxshi. Illegal nima qilmagan yaxshi. Shunaqa narsalar qiladi.